menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzuimiz chekli va cheksiz o'nli kasrlar, davr hamda oddiy va o'nli kasrlar ustida 4 amalga doir misol va mashqlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, o'quvchilar, birinchi biz bilaylik o'nli kasrlar. O'nli kasrlar chekli va cheksiz. O'nli kasrlar nechaga bo'linar ekan? 2 ga. Qanaqa? Chekli va cheksiz. Masalan, misollarda biz bo'lib turganimizda mana bunaqangi biz o'nli kasrlarni bildik. Masalan, 3 taqsim 10 bo'lsa bu nima ekan? 0.10 3. Bu nima? Chekli. Ya'ni qandaydir qiymatga ega-da. Tushunyapsizlarmi? Hozir keling chiqarib o'raman. Demak, bunisi nima? Chekli. Endi agar bu masalan kalkulyatorda misol bo'lib turgan bo'lsangiz, siz masalan bunday ketib qoladi o'quvchilar. Har xil sonlar ketib qoladi-yu. Masalan, aytaylik 1 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi buning? Bilasizlarmi? Hozir bu davr tushunchasiga disha birozdan to'xtaymiz. Mana bunaqa son chiqib ketib qoladi. Masalan, 3 chiqib turib 1, 7, 8, 2, 9 har xil sonlar chiqib ketib qoladi-yu. Bu nima bo'lib qolar ekan bu? Cheksiz. Tushunarli? Ana endi mana bunisi ham cheksiz ham 2 ga bo'linadi. Qanaqangi desiz, davriy bo'ladi. Davriy degani nima degani? Bir xil qandaydir qonuniyat asosida nima qiladi? Takrorlanib ketaveradi. Nargisi esa nima? Davriy emas. Tushunarli-ya? Ana endi shu haqida sizlarga misollar ko'rib beraman. O'nli kasr degani o'zi aslida o'quvchilar qanday ko'rinishda keladi? Hop, buni keyin gaplashamiz sizlar bilan. Hozir qaraylik. A taqsim 10ning n'si ko'rinishda keladigan kasrlar, bular o'nli kasr hisoblanadi. Tushunarli-ya? Endi qaranglar, mana bu 10 n'siga qarab turamiz. Qo'yinglar uchkalaringizni, qizlar. Demak, A taqsim 10 n'si turibdi-yu. 10 nima desam bo'ladi? 2 ko'paytiruv 5 desam bo'ladimi? Shuni n'si. Bu deganim A taqsim 2 ni n'si ko'paytirilgan 5 ni n'si. Demak, bu 2 va 5 ni darajasidan tashkil topgan bo'lsa, u qanaqa kasr bo'lar ekan? O'nli kasr, ya'ni chekli javob chiqar ekan. Agar buni ichida qanaqadir boshqa son aralashib qolsa, masalan, birorta 7 mi, 3 mi, tub son qanaqadir aralashib qolsa, u nima emas ekan? Chekli emas. Tushunarli-ya? Bizga misol berilgan o'quvchilar, qaraylik kitobimizga. Quyidagi kasrlarning qaysilari chekli ko'rinishda ifodalanadi, qaysilari cheksiz deyapti. Birinchi bu biz qiladigan ish qaraylik mana. 1 taqsim 12 beryapti. Birinchi bo'lib qaranglar, bu kasr qisqaradimi? Yo'q, qisqarmaydi, to'g'rimi? Qisqarmasa mahraji necha turibdi? Shuni tub ko'paytuvchiga ajratib ko'rasizlar. Qaradik, 12 ni tub ko'paytuvchiga ajratsam, nechaga bo'laman? 2 ga. Necha? 2 ga bo'laman? 12 nimaga teng ekan? Shundan bitta. Bunda 2 bor hop, lekin necha ham aralashib qolyapti. Bu demak nima bo'lar ekan? Cheklimi, cheksizmi? Cheksiz deb qo'yamiz bunga. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savollar yo'q-a? Agar bu kasr qisqarsa, oldin birinchi qiladigan ishingiz qisqartirish bo'ladi. Masalan, sizga son beryapti. Aytaylik, 12 taqsim aytaylik 60 beryapti. Yoki bo'lmasam 600 beryapti. Bu nima qiladi? Nechiga qisqaradi? 3 ga qisqartirib yuborgan. 3 ga qisqartirsam tepada 4, pastda esa 200 mi? Bu yana qisqaradimi? Nechiga? 4 ga qisqaradi. 1 taqsim 50 mi? 50 ni tub ko'paytuvchiga ajratasiz. 2 ga bo'lasiz. Necha? Demak, 50 nimaga teng ekan? 2 dan bitta, 5 dan 2. Faqat 2 bilan 5 dan tashkil topyaptimi? Ha, bunisi nima bo'lar ekan keyin? Chekli bo'lar ekan. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Bu bo'yicha savollar yo'qmi? Yaxshi, bu bo'yicha savollarimiz bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Ya'ni keyingi tushunchamiz davr tushunchasi.
Demak, qaysinisi chekli, qaysinisi cheksiz qilishni o'rgandilar, ya. Endi cheksizini ham aytganimdek bo'linadi-da. Davr tushunchasiga qaranglar. Davr bu cheksiz, masalan, kalkulyator hamma ishlatgan, to'g'rimi? Misollar bir payt kalkulyator tashlaysizlar, boshqa qilasizlar, ha? Tashlaganimizda 3 chiqib qoladi. To'g'rimi? Yoki to'rt ketib qoladi. Ana shu davr hisoblanadi. Ana shuni sizlarga tushuntirib beraman. Qarang. Davr. Demak, 0 3 ketib qolaversa, bu 0 butun davrda 3. Qisqacha yozuvi mana bu. Tushunarli, a? Endi mana bu-chi. Necha takrorlanib ketyapti? 0 butun davrda 27. Tushunarlimi? Endi bunisi-chi. Nima bo'ladi bu? 0 butun 1 davrda 34. Tushunarli-a? Demak, 0 butun o'sha nechidir sonlar chiqsa, o'sha demak, bitta o'zimizga xulosa qilamiz. Mana bu qavs ichidagi sonlari bu o'sha takrorlanadigan narsani o'sha qavs ichiga yozamiz. Tushunarlimi? Savollar? Yaxshi. Endi sizlarga qaranglar. Mana bu narsani oddiy kasrga o'zimiz, ya'ni a taqsim b ko'rinishidagi kasrlar bor-ku, ana shu kasrga o'tkazishni o'rgataman. Diqqat bilan qarab turamiz. Agar bizga 0 davrda 3 berilgan bo'lsa, qarayman. Bu nechi butun? 0 butun. 0 butunligicha turaveradi. Demak, agar 1 butun bo'lsa, kasr chizig'ini chizmasdan oldin 2 butunni yozib qo'yaman. Bu 3 ekan, tepaga yozaman. Mana bu eslab qolamiz 9lar soni. Demak, mana shuni ichida nechta son bo'lsa, shuni mahrajiga o'shancha 9 yozamiz. Agar mana shu yerda, masalan, 34 bo'lganda nechta 9 yozardim? 2 ta. Tushunarli-a? Demak, ichida nechta son bo'lishidan qat'iy nazar, o'shancha 9 yozamiz. Ana endi buni qisqartirib yuborsam, nima ekan? 1 taqsim 3 kelib chiqar ekan. Ana endi kalkulyatorni ochamiz. Ochinglar kalkulyatorni. Bo'linglar. 1 bo'lingan 3. 0 butun davrda 3. To'g'ri hisoblabmiz, ha? Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Ana endi qaranglar. Mana bunaqa holat kelib qolsa qanaqa bo'ladi? Shunisini tushuntirib beraman. Diqqat bilan qarayapmiz. Keyingi holatda, ya'ni mana bunaqa 0 butun 10 butun deylik shuni. 10 butun 1 davrda 12 bo'lsin. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Xo'p. 12 emas, 21 qilay shuni. Endi bu nechi butun ekan? 10 butun. O'sha 10 butunligini yozib qo'yaman. Kasr chizig'ini chizaman. Diqqat bilan qarab turamiz. Mana bu nimalar soni edi? 9lar soni. Mana bu eslab qolamiz, nollar soni. Eslab qolamiz, ha? Endi qaranglar. Mana shu turgan sonni shundaycha yozaman. 121 deb. Ha? Ana endi shundan diqqat bilan qarang. Humoy Mirzo. Virgul bilan qavs o'rtasida nima turibdi? 1. O'sha 1 shundan ayiramiz. Tushunarli-a? Va qiladigan ishimiz mahrajiga nechta son turibdi? 2 ta 9 yozib olaman. Keyin mana uni nechta? 0 degan. Bitta 0 yozib olamiz. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savol bormi? O'zi aslida bu yerda hozir bu bo'lmaydi. Nimaga? Chunki mana uni qisqartiradigan bo'lsangiz bu yerda 1, keyin 2, keyin yana 1, keyin yana 2, keyin yana 1 bo'lib qolyapti-yu. Tushundingizmi? Endi masalan men mana bu 1 ni o'chirib tashlab xohlasam 3 qiladigan bo'lsam, mana u keyin necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Mana u nima bo'ladi keyin? 3 bo'ladimi? Yo'q, boshidagisi 3 bo'ladi. Mana 321 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi bunisinikida o'sha aytgan narsamiz chiqadi. Ha, nargisida kalkulyatorga tashlaganingizda bu narsa chiqmas. Chunki davr boshqa edi. Tushunarli-a? Demak, qiladigan ishimiz hisob-kitob qilib soddalashtirib qo'yamiz. 10 butun. Bundan buni ayirsam nechi? 318 mi? Taqsim 990.
Ana endi buni qisqartiradigan bo'lsak, qisqartirib, u eski mavzularimizga doir misollar. Savollar bormi? Yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Sizlarga muammo yo'qmi? Yaxshi. Demak, davr haqida ham tushunchaga ega bo'ldikmi? Davrda qanday qilib bu holatdan u holatga o'tkazishni bildik-a? Endi kitobimizda misollar kelgan. Kitobdagi misollarga qaraymiz mana. Quyidagi kasrlarni oddiy kasr ko'rinishida ifodalang deb qo'yibdi. 15 ta misol berib. Buni ishlay olamiz hammasini. Endi sizlarga mana bunaqangi misol bersa, o'sha davrini toping desa, qaytarilib ketib turgan narsasi o'sha davr hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi keyingisi oddiy va unli kasrlar ustida 4 amalga doir misol va masalalar. Mana bularni ko'ramiz. O'zi 20 dona masala misol berilgan, lekin hammasi zo'r misollar. Diqqat bilan qarab tursiz, o'rganib olasiz. Demak, birinchi misolga qarayapmiz. Hamma amallar ketma-ketligini to'g'rilab tursin. Xohlagan odamdan so'rayman. Birinchi qaysi amalni bajaramiz, nima qilamiz? Yahyobek. Nima qilamiz birinchi? Yaxshi. Birinchi ishimiz bu. Ikkinchi ishchi. Ikkinchi ishimiz bo'ladi. Mana unimi? 9 dan 12 Uchinchi ishchi. O'zi bu qolyapti. To'g'rimi? Demak, birinchi ishimiz. Qaranglar. Ikkalasiga nima ko'ramiz? Umumiy mahraj. Birovlar butuniga butunni qo'shib ketsam, hamma rozimi? Turgan joyda hisob-kitob qilib ketyapman pastga. Qaraylik. 40 ga buni qo'shib olsam necha? 109 butun, ha? Bu ikkalasiga mahraj necha? 120. Malades. 120 bo'lish uchun buni 2 bunga 5 ta. Bu 14, bunisi esa 25. To'g'rimi? Ana endi lekin baribir o'quvchilar bitta narsada noto'g'ri kasrga aylantirishimiz kerak. Nimaga? Chunki menda bo'lish bor-da. To'g'rimi? Demak, qaradik. Bu hozir 109 butun 120 dan necha bo'lyapti? 39. Mana bu 39 bilan 120 nima qilib olay? Qisqartirib olaman. Nechiga? 3 ga qisqartirsam tepada 13, pastda esa 40 bo'lib qoldi. Demak, bu 109 butun 40 dan 13. Ana endi mana shu sonni mana unga nima qilish kerak? Ikkinchi ishda bo'lishimiz kerak. Birovlar noto'g'ri kasrga o'tkazib ketaveramizmi? Qani hisob-kitob qo'yinglarchi, buni bunga ko'paytirib, buni qo'shib qo'yinglarchi, necha chiqar ekan? Hisob-kitob 373. Aniqmi? Qolganlarim qani hisoblasinchi? Ko'paytirdingiz, keyin 13 ni qo'shdingiz. 4373 taqsim 40. To'g'rimi? Shuni bo'lishimiz kerak. Endi mana uni ham burla aylantirib ketyapman. 12 dan 9 tasi nechaga teng? Nechaga? 108. 1 da qo'shib qo'ysak necha? 109. 109 taqsim necha? 12 bo'lib qoladimi? Ana endi qaraylik. Bu 4373 taqsim 40 ko'paytiruv tepaga 12, pastga esa necha? 109 chiqadi. Buni 109 ga bo'linmaydi, to'g'rimi? 40 bilan 12 ni 4 ga qisqartirib olamiz. Bunisida 3 ta, bunisidachi 10 ta. 10 ta qoladi. Ketdik. Buni 3 ga ko'paytiramiz. 3 kara 3 necha? 9. 3 kara 7 21 da 1, ikkisi yodda. Necha? 9. 11 da 1, yana 1 yodda. 12, 13 bo'ladimi? Ana endi pastida 109 dan keyin bitta 0, to'g'rimi? Ana endi nechinchi ishimiz qoldi? 3-ishimiz. Mana shu sonni, ya'ni 13119 ni taqsim 1090 ni bo'lish kerak nechiga? Birovlar buni oddiy kasrga o'tkazib ketyapmiz. Nima bo'ladi bu? 1000 dan 1, ya'ni 1 taqsim 1000, to'g'rimi? Demak bu 13119 taqsim 1090 ko'paytiruv 1000 bo'lib qoladi men shunda. Tagida 1 bor. Bitta 0 bilan bitta 0 qisqarib ketadi. Bunisi demak shundan keyin nechta 0 yozib qo'yish kerak ekan? 2 ta 0 yozamiz va mahrajdan necha? 109.
Aralash-songa aylantirib qo'yish biz uchun muammo emas. To'g'rimi? Kimda savol bor? Bu bo'yicha savollar bormi? Yaxshi. Savollarimiz bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Qaysini ko'ray? Tanlaylar. 13 ni ko'ramiz. Ketdik. Qaranglar 13 ga. Gaplashma, ey. To'g'ri yozdim, ha? Ketma-ketlikda bajarib ketaveramiz, to'g'rimi? Mushtariy qaysilar birinchi bajaramiz? Qavuschi qaysi? Mana aytmi? Mana. Birinchi ish bu. Ikkinchi ishchi. Mana bu. Uchinchi ish. Mana bu. To'rtinchi ish. Beshinchisi. Yaxshi. Ketdik. Birinchi ishni bajarib ketyapmiz. Xo'p. Birinchi burilib yozishda butundan butunda ayirib yozyapman. Samandar qaramayapsiz. Nima, Bilolbek? 16 dan 13 ta ayirsak nechi? 3 butun 3 taqsim 5. To'g'rimi? Ayrilgan 3 taqsim 14. Kim tushunmadi shu yozuvimga? Hamma tushundimi? Men aytdim shunchaki 16 tadan 13 tasini ayirib yuboryapman. Endi qaranglar, buni noto'g'ri kasrga aylantirish ikkita usul bor-da, eslang. Noto'g'ri kasrga aylantirish kerak. Oldin birinchi ayirib ko'raylik. O'zi yetadimi, yo'qmi? Yetadimi, yo'qmi? Yetadi. To'g'rimi? Umuman mahraj beriladi. Demak, bu 3 butun. Ikkalasiga mahraj 70 bo'ladimi? Bunisini 14 ga, bunisini 5 ga. 14 dan 3 tasi nechaga teng? 42. 15. Ayr 15. 3 butun 70 u. Bunisi necha bo'ladi? 27 bo'ladimi? To'g'rimi? Ana endi bu birinchi ish bo'ldi. Endi ikkinchi ishimiz qaradik. Ikkinchi ishda buni burul aylantirib ketaylik. 70 dan 3 tasi 210, 210 ga 27 ni qo'shsak 237 taqsim necha? 70. Ko'paytiruv. Buni ham aylantirib ketsam 5 kere 6 30. 35 mi? 5 taqsim 6. Ana endi bu bilan bu qisqarsam 2 qoladi. Bu bilan bu nima qilmaydi? Bo'lmagan gap, qisqaradi. Nechiga? Nechiga qisqaradi? 3 ga qisqaradi, to'g'ri. Usti bo'linish belgisi yo'q, raqamlar yozib ko'ringlarchi mana. To'g'rimi? Bunda 2 qoladi. 23 ta ichida 7 ta bor, to'g'rimi? 27-da 9 ta. To'g'rimi ekan? 79 taqsim 2 kere 2 4. Savol bormi ikkinchi ish bo'yicha? Endi uchinchi ish. Men ikki bajarib ketyapman uchinchi ishni. Uchinchi ish nima ekan? Bundan shunchaki buni ayirish. Qaradik. 28 dan ayirish kerak 8,25 dir. Lekin 0 yozib olardik-a, chalg'imaslik uchun. 0 ni tarqatamiz. Bu nechi? 7 5 bo'ladi xullas. Metdan bitta olib bersam bu 17, 17 dan ayirsam 9 va 1 tushadi. To'g'rimi? Javob necha ekan? 19,75. Ana endi qiladigan ishimiz 4-inchisi. 4-inchi ishni nima ish qilamiz? Mana bu ikkinchi ishdan chiqqan javob. Mana bu uchinchi ishdan chiqqan javobga nima qilish kerak? Bo'lish kerak. Qaradik. 79 taqsim 4 bo'lingan. Burula buni aylantirib olsam nima bo'ladi? 19 butun 100 dan 75. Buni burula 25 ga qisqartiryapman. 3 taqsim 4 mi? Diqqat bilan qaranglar. 79 taqsim 4, to'g'rimi? Ko'paytirilgan tepaga 4 chiqadi, pastga buni aylantiryapman. 4 ta 19 ni nechiga teng? 76 mi? 79 bo'lib qoladimi ekan? Bular qisqarib ketib nima bo'lar ekan javobi? 5-chi ishim. Shu birni nima qilish kerak? Nech chiqadi bu? 2,5. Kimda savol bor? Savollar yo'q-a? Hamma tushunda? Shu qiladigan ishingiz ketma-ketlikni to'g'ri bajarsangiz bo'ldi. Ag'da muammo bo'lmaydi. Yana bitta ko'rib beraman, keyin qolganini o'zlaringizlar. Tanlaylar, yana qaysini ko'ray? Nechi? 15.
15 15 bilan 13 bir xil. 12 ni ko'ramiz boshqacha ekan. Qaradik 12 ga. Gaplashma. Ana endi bu misolimizni o'qiymiz. Bu misolda qarasak bu robotga o'xshagan turibdi. Ya'ni ag'da bag'da turibdi. Masalan, robotni yasash uchun ham nima qiladi oldin? Boshini yasab oladi, qo'llarini yasaydi, oyoqlarini yasaydi. Keyin uni bitta tanaga nima qiladi? Birlashtiradi. Biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Oldin tepani ishlab olamiz, pastini ishlab olamiz, keyin uni ishlaymiz, keyin umumiy ishlaymiz. Kelishdik-a? Ketdik. Birinchi tepa bo'yicha ishlayapmiz. Mana birinchi qilayotgan ishimiz 0.19 ga qo'shish kerak 3 u 2 ni. 9 3 3. Javob necha ekan? 339. Endi ikkinchi ishimiz 3 u 39 ni bo'lish kerak nechaga? 22 6 ga. Virguldan keyin sonlar nechta bitta? Bundachi? Nima qilib olaman? Tenglashtirib olamiz. Lekin 0 qo'yamiz. Endi yo'q deb tasavvur qilamiz. Bunga bo'lib bo'lmaydi. Lekin 0 butun beraman, yana bitta 0 qo'yib olaman. To'g'rimi? Buni ichida nechta bor endi? Bitta bor. 2260. 0 3 1 1. To'g'rimi? Havodan bitta 0 olaman. Buni ichida nechta ko'ramiz endi? Menimcha 5 ta chiqsa kerak. To'g'rimi? 0 30 dan 0 3 13 3 1 10 11. 0.15 ekan. Tushunarlimi? Demak, tepani javobi nech chiqdi? 0.15, ya'ni 0.15. Endi uchinchi ishimiz. Pastga tushdi. Mana uni qo'shib olaman. 0.5 ga 0.75 ni qo'shaman. Qo'shsam 4.8. 80 bo'ladi. 8 ni 0 ni yozish shart emas. Ana endi 4-ishingiz. 4-ishingizda qiladigan ishingiz mana bundan, mana buni nima qilish kerak? Ayirish kerak. Qarang, ikkalangiz o'tirilmayapsiz. 4.8, 4.8 taqsim 10. Buni biruvlar soddalashtirib yozyapman. 48 taqsim 10 bu, to'g'rimi? Ayirish kerak. Bundan aylantirib olay biruvlar. Xohlasam, o'sha holatda ayirib ketsam bo'ladi. O'sha holatda ayirib ketaymi? Yo shunday aylantirib ketaveraymi biruvlar? Qaysi bir qo'laysizlarga? Xo'p. 12 ga 5 ni qo'shib olsam 17 taqsim 6. Ikkalasiga bo'linadigan son necha? 30. 30 bo'lish uchun bundan nechta? 3 ta. Bunga 5 ta. 3 kara 8 24 to'g'ri, 2 yodda 12 14. Ayrilgan 5 kara 7 35 ni 5i, 3 yodda 8. Ayringlar necha? 14 tadan olib tashlasam 9 ta. Hop, 13 dan olib tashlasam 5 mi? 59 taqsim 30 bo'larmikan? Ana, endi pastdagi ham chiqdi. Endi tepadagi nima? Uni katta kasr chizig'i nima qil degani? Bo'lish deganimi? Demak, o'sha tepadagi ya'ni buni 0.15 ni mana bu songa nima qilish kerak ekan? Bo'lish kerak. Ana 0.15 ni oddiy kasrga aylantirib yozyapman. Nechinchi ishimiz bo'ldi endi bu? 5-ishmi? Ya'ni 15 taqsim 100 bo'lingan nechi? 59 taqsim 30. Ana endi buni 15 taqsim 100 ko'paytirilgan 30 taqsim 59. Buni bitta 0 bilan bitta 0 qisqarib ketadi, to'g'rimi? Demak, bu 15 dan 3tasi nechi? 45 taqsim 590. Shundaycha turib turaversin, ha, bu hozircha. Ana endi o'zi 5 ga qisqartirsak ham bo'ladi-yu, o'zi hozir qisqartirganimiz yo'q. Ikkinchi baytda yana bitta ishimiz bor, ha? Nechinchi ishimiz endi bu? 6-ishimiz. Buni noto'g'ri kasrga aylantirsam 6 kara 7 42 45. 45 taqsim nechi? 7 bo'lingan 45 taqsim 590. To'g'rimi? Demak, 45 taqsim 7 ni ko'paytirishimiz kerak. Tepaga 590 chiqsa, taqsim nechi? 45. Ikkala 45 larni olib ketadi.
qisqarib ketadi. Demak, javob 590 taqsim nima? Bu 7 ga bo'linadimi? Yo'q. To'g'rimi? Aralash songa aylantirib qo'yamiz, ha? Buning ichida nechidir butun, nechidir taqsim 7 bo'lib qoladi. Savol bormi bu misollar bo'yicha o'quvchilar? Qiyin emas-a? 20 dona, lekin bitta qayerdadir adashib ketsangiz, katta misol shundaycha xato bo'lib ketadi. Yana boshqa tashlab chiqishga to'g'ri keladi. Demak, sizlarga misol juda kam, mana ko'ryapsizlar. Birinchi o'sha chekli cheksizligini aniqlash, keyin 15 donagina davrda oddiy kasrdan davrga o'tish, davriy kasrdan oddiy kasrga o'tish. Keyin 20 dona mana bunaqangi misol. Lekin mana shu 20 dona misol ishlasangiz, siz 10lik kasrni, oddiy kasrni, ana shu ikkalasini kombinatsiyalarini yaxshilab o'rgangansiz deb o'ylaymiz. Agar yaxshilab o'rganilmagan bo'lsangiz, bu misollarda siz aniq qiynalasiz. Mavzu bo'yicha savollar yo'qmi? Yaxshi, bo'lmasa vazifa deymiz. Qisqartirib ham qo'ydingizmi? Yashang. Vazifamiz nechinchi bet ekan? 12-chi, 13-chi betlar ekan, ha? 12-chi, 13-chi betlar. Mavzumiz bo'yicha savollar qolmadi? Yo savollar bormi?